Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kayfiyatingiz zo'rmi? 50 dan chiqdikmi? Demak, sizga yana bir yangilikimiz bor. Xullas, 75 ming so'mdan sotib turgan sabunlarimizni bugun sizlar xudo xolasa obzor etib beramiz. Razmerlari va qalinligi, yupqaligi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Tayyormisizlar? O'rnashib olinglar. Hurmatli obunachilar, boshida 65liklarimiz bor. Qaranglar, 65liklar ko'rsatib o'tamiz. Narsalarimiz 65 ming so'mdan sabunlarimiz. Keyin Yine şu sabunlarımızdan yine narxı. Uzunlu bu 125 ekan. Yine 65'lik. 29 razmerde. Kime de doğru gelse gelip at kesse boladı. Mesela ballarza doğru gelen adam bolsa ham at kessizde boladı. Narxı 65 ming so'm. Oshsiz olma. Kengisi. O'zi bula 29 razmerdan boshlanib 75 ming so'mliklarimiz 46 razmergacha bo'ladi. Verkan razmerga og'alarimiz ham to'g'ri keladi. Endi yana başından tushuntirib beraman. 32 razmerda ekan. Mana shu chalpirimiz yana uzunlik hurmatli obunachilar, men 65 dan da beribman. Bular 75 dan ekan. Keyin 65lik, yana ekan 65lik chalpirimiz. Endi bu sal yuqoriroq bo'ladi baribir. 75 ga nisbatan. Keyin bu chalpirimiz bor. Mesela uy aralıkı giymekə bo'laveradi. Narxı 65 ming so'mdan. Hurmatli obunachilar. Buning razmeri ekan 34. 34 где-то menga to'g'ri keladigan razmer 34 bo'ladi. Mana bu chalpirimiz ham mana narxi 65 ming so'mdan bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Material qattiq bo'ladi. Keyin nasıl? Mana bu duvokalarimiz ham mesela qora duvoykamiz 250 ming so'm. Bu duvoykamiz ham 250 ming so'm. Keyin zamokli duvoykamiz 280 ming so'mdan. Bir ko'rib ketdik, shuni aytib o'tdim. Mana shu chalpirimiz yana 30 razmerda, hurmatli obunachilar. Yana arka tarafdan ko'rinishi 30 razmerda. Buning bahosi 75 ming so'mdan bo'ladi. Keyin mana bu chalpirga qarangsiz. Shu chalpirni boshqa yerlarga borsangiz, ishonavering, 150 ming so'mdan kamina bermaydi. 150-200 ming so'mdan kamina bermaydi. Bizda buning bahosi 75 ming so'mdan. 30 razmerda. Kimdir to'g'ri kelsa, galbat kessangizlar bo'ladi. Mana bu chalpirlarimiz ham mana narxi 75 ming so'mdan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Buning razmeri ekan, bu ham 30 ekan. Hurmatli obunachilar. Keyin bosh o'tib kelamiz. Jinsiga qarangsiz, materialga qarang. Rangiga qarang, ochiq svetda. Bularning narxi 75 ming so'mdan bo'ladi, 34 razmerda bo'ladi. 34 razmer menga to'g'ri keladi, shunga qarab ko'raverasizlar. Mana bu chalpirimiz sal yuqoriroq bo'ladi. Masalan, issiqroq kunlarda kiymekka zo'r. Narxi 65 ming so'm ekan, hurmatli obunachilar. Qarashib ketdi, bu yerda turadi. Keyin 75 ming so'mlik chalpirlarimizda yana bir variantimiz, mana shunday ko'rinishlarda bo'ladi. Bularning razmerlari 33 ekan, hurmatli obunachilar. Ko'rinishidan sifati zo'r, ajoyib. Bular 75 dan. Adashmasam bu yangi boshda ko'rsatganimni sal ulug'roq razmer ekan, ha. Keyin 75 ming so'mlik chalpirlarimiz orasida mening variantlarimiz ham bor, hurmatli obunachilar. Endi mana shu qora svetdagi chalpirimiz ham razmeri 34 bo'ladi, narxi 75 ming so'mdan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Keyin bosh o'tib kelsak. Mening chalpirlarimiz ko'p, har xil razmerlari bor. Bu 36 razmerda, lekin bu bosh Amerika bo'ladi. Где-то 38 ga odamlar ham to'g'ri keladi. Keyin yana 38 razmerimiz. Aytganimizdan bosh Amerika 40 razmerga odamlar ham to'g'ri keladi. Materiali qattiq bo'ladi, hurmatli obunachilar. Material. Shunday svetlarda. Hurmatli obunachilar, xullas bu kichkina razmerdan boshlab, arqaga qarab, yuziga qarab ulg'ayib boraveradi. 46 gacha bo'ladi razmerlari. Kimga qaysi razmer to'g'ri kelsa, galib olib kelsangizlar bo'laveradi. Xudo xolasa, o'sha yetgan fevralda o'tgandan keyin o'sha havo qizib boshlangandan keyin ana shu chalpirlar sizlarga xudo xolasa zo'r xizmat qiladi. Xudo xolasa yaqinda yana tovarlarimiz keladi. Shu 75lik, 65 ming so'mlik tovarlarimiz keladi. Chalpirlarimiz xudo xolasa kelib turib, bulardan ham olib kelsangizlar bo'ladi. Hurmatli obunachilar,
Videoni shu narsaga yo'rgan bo'lsangiz, birdan like bosib qo'ying, yurakchalar bosib qo'ying, xudo xolasa. Bizlar obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqarmang. Videoni donış bo'lsa yo'rib qo'ying, xudo xolasa birgalikda kelib, savollardan, aytkimlardan olib ketasiz, xudo xolasa. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.